Hurmatli ekran oldidagi Ipak yo'li sadasi programmasining aziz ishtirokchilari, ko'rayotganinglar cho'ng tipdagi televiziya san'at programmasi, chin go'zal Ipak yo'li sadasi programmasi. Riyosatchi qiyinchilar Nijat Valiyovdan hammalarga sevg'inish salom, oliy ehtirom. Chinuri biotexnikasida Sultan zavodida ishlangan go'zallik binoning chin go'zal grim buyumlari mayirlarga omad tilaydi. Qadrli do'stlar, agar programmamizning har sonini qo'ymay ko'rib kelayotgan bo'lsangiz, cho'qim yodingizda bor. Bizning 1-2, 3, 4 darajaga erishgan mayirlarimizning mukofot buyumlari intayin katta. Buni hidoyatsiz tunishtirib o'tasiz. 1-darajaga erishgan mahirning Hasan Maqani hujjat ishlab Saqqava hakim qadar salonni beri xalqimizga yaxlit iste'mol qilishga erishgan G'ulja Paxtil musulmon yemak ishlab chiqarish shirkati 200 million qiymatidagi Toyota markali avtomobil bilan taqiqlaydi. 2-darajalik mukofot uzoq yillik tadqiqot natijasi bilan diyorimizda tunji bo'lib ixtiyor marketdagi a'lo sifatli yurishlik sodasini ishlab chiqarib, xalqimizning yoqtirib iste'mol qilishi va ishonchiga erishgan Urumchi ixtiyor fan-texnik taraqqiyot shirkati 150 million qiymatidagi Toyota markali avtomobil bilan taqiqlaydi. 2-darajalik mukofotimiz bo'lsa, Uyg'ur tibobatchilikda belgilik bo'lish hosil qilgan Xinjiang Kinara mablag' shirkati Arkan mahsulotlar ta'minlagan 100 million qiymatidagi Toyota markali avtomobil. 2-darajalik mukofotimiz bo'lsa, xalqimiz milliy kiyimchiligining namoyandasi bo'lgan Xinjiang Mo'tlar xalqaro so'chak shirkati Arzoq kiyimchiligi ta'minlagan 50 million qiymatidagi Toyota markali avtomobil. Shunaqadir masaladan mukofot buyumlarimiz intayin katta. O'z navbatida mahirlarimizning tayyorlig'imi intayin puxta. Navbatda sahnimizga chiqib raqobatlashmoqchi bo'lgan 2 nafar mahirimizning ismi bo'lsa, Sheikhudin kelgan o'qituvchi do'stimiz Akbar Ahmad bilan naqshi havaskori Nardan Mijit qarshi olamiz. Akbar Ahmadga bizning birodarlar guruhidan xabar, Akbarjon qatorliq bir nechasi gittar bilan tankash qilmoqchi. Bilmisiz hamkorlash ma'lum eng muhimchi biz shu musobaqa o'zaro raqobatni do'stlik aylantirib o'zaro hamkorlik aylantirib. Ittifoq birinchi degan ma'no shu. Erkin muallim sahnalashishni, ya'ni sahnadagi Amroyimni e'lon qilgandan keyin menda ikki xil holat shakllandi. Birisi sal ansirdim. Chunki mayli saviya jihatdan bo'lsin, mayli ovozniki doirasidan bo'lsin, shundoq yaxshi. Men ashtaq bir ovoz chiqishlarga amroqdim. Menda yo'q. Narsalar meningki Amroyimda bor ekan. Ammo shundoq kuchli bir raqibim bilan bir sahnada turib, o'zim eng amroq naqshamni tomoshabinlarga o'rinday olayman deb shundoq bir ikki xil holat shakllandi. Ben burada size qatnashgandan keyin hoş oldum. O'zimni o'ylagandek ish bo'ldi. Nurg'ulg'an do'stlardan tanishdim. Nurg'ulg'an muzika, naqsh yetishib, nurg'ulg'an bilimlarga ega bo'ldim. O'zaro o'rganishli bo'ldik, o'zaro yordamli bo'ldik. Erkin muallim mening kichkinimdan tortib, meni naqsh yetishib kirib bo'lgan birdan-bir cho'lpon hisoblandi qalbimda. Men hozir sahnaga chiqmoqchi. Garchi sahnada shundoq yuqori saviya bo'lsin-mu, lekin mening o'zimga ishonchim yanlam bor. Men qitishiman. Bir kuch bilan bir sahnaga chiqib o'zaro raqobatlashgan chog'da sandan gul chiqarayotgan bo'ldi. Akbar Ahmad bilan Nardan Mijitga muvaffaqiyat bo'lsin. Sanda tantirmay o'zinglarni qo'yib deb naqsh o'rnashinglarni umid qilaman. Akbargilim ay bo'lsa, üzgün köz bo'lsa, yolg'izlik kechida yayrim bo'lsa yenimda. Akbargilim ay bo'lsa, üzgün köz bo'lsa, yolg'izlik kechida yayrim bo'lsa yenimda.
yıldızın kayda. Hamdi, bugün olan ifade qandaq bo'ldi? 3 nafar yetakchimizniki bu jihatga qarashlarini anglashga tashlamiz. Keyingi qadamda sahnaga chiqmoqchi bo'lgan bolalarning ro'y kayfiyatiga mana mushukka og'inimizdan, mushukka birodarimizdan ulgu elishni tavsiya qilaman. Shundaqmi endi men birsini ko'rsatsam bo'lmaydi degan afkor. Albatta shundoq bo'ldi. Men oq mayka kelgan inimni ko'rsaman. Akbar Ahmad. Ben şu elimga Akbarga. Akbarga böyle takmak. Çıkılan yaxşı odan olur. Ben nereden taşlayayım bir. Şuraya ben korktum. Şuraya sen taşıdın bir. Mayli qanday bo'lishini qat'iy nazar biz ustozlarniki tavsiyasiga hurmat qilamiz. Biroq bu eng oxirgi natija emas, birodarlar. Shu topda mushlarniki utirib qo'ysak qanday bo'lar yoki agar utirib qo'ysak ko'ngli yerim bo'lamdi, bo'lmamdi. Mush to'g'risida azroq anglab baqsak bo'pti yoki ideya tayyorlik bormidi? Yardım ustozim. Yarda esa. Tashkilimiz. Rahmat. Yardım. Qaytlaymiz, men siz yardım ustozim. Qo'yib qo'ydim. Akbar ishimizning bugungi maqsadi Akbarni o'zimiz birbirimizni salib olgan. Chunki tushgandan keyin yana bir tushlar. Qanday? Biz qanday birbirimiz yo'q. Aytmoqdim. Bo'ldi, ustoz undaqda sizniki eng oxirgi qaroringiz qarab qoldik. Yo'lida yangragan xush ovoz qalbimni larziga selib, uni tanlashimga turtki bo'l. Men meni tanlash tutisiga sahib qilgan motivarni tanladim. Mening tanlashim yanada motivar kiyimlari. Kutlar, hammasi dinar bo'lsin bizga yar. Kutlar, sizga menga yar bo'lsin elga yar. Kutlar, yar yurishlik sudan so'raydi. Çin Nuri Biyopen Teknikisi Sultan Zaltı'da işlengen güzellik menin Çin güzelgirin buyumları mahirlağa omet dileydi. Bu programını samimi şekilde Malasya'dan import kılan şübhidin hali biyette erkekler kuvvet içindeki alaydı talep kıldı. Akbar. Mübarek olsun! Mübarek olsun Akbar! Mübarek olsun! Albatta bizning hozir tanlanishga imkoniyat yor bermay qolgan mahirimiz Mardonga nisbatan balkim bizning ehraldagi eng sodiq bo'lgan qo'llovchilarimiz shunaqla suyimli ko'rmanlarimiz qutqazuvchilik rolini o'ynab qolishi mumkin. Bilet tashlash usuli ekran ostida yozilib qo'naqda do'stlarniki chikilanmasin darhol qo'lga telefonni ilib bizning mahirlarimizga bilet tashlashini umid qilamiz. Bo'ldi. Biz yuqorida Mardonning yurak so'zlarini anglab o'tdik. Ular xushal kayfiyatda, musiqiy qanchalik jangovar holatda chiqqan bo'lsak, shu xil jushqunlik bilan sahnadan ayrilsak manda. Tamam bo'ling. Vaqtincha, Akbar Ahmad bilan Mardon Nijib har ikkisi o'z karomatlarini bizga namoyon qildi. Bizga ana shundoq mayirlar kerak. Bular bir-biridan qilishmisimi programmaning talpi nuqtasidan amal bo'lmay qoldi. Mardonni yangi g'albalari bilan yana ko'rishga intizormiz. Çin Nuri Biyopen Teknikisi Sultan Zaltı'da işlengen güzellik menin Çin güzelgirin buyumları mahirlağa omet dileydi. Bizning birodarlar sahnamizda endi yana kimlar o'zlarining mahoratini ishga solgandi, kimlar o'zaro bayga tushirgandi. Ular bo'lsa Nashq makoni Korlidan Zuhra Aziz bilan Qoshtishi diyori Xotandan Abduxabar Xilal qarshilamiz.
Abduxabar mushu bum ovozimiz sizniki alaylikimiz. Buniki mush alaylikimizni ham joriy qildirdi. Shunga mushu buniki muzik ijod qilgan chaqda yoki naqsh o'qigan chaqda mush o'zimizning ovoz doirasini jiq o'ylashib shu tarafda taraf qilsak, cho'qim yaxshi kelgusi sizga yor bo'lg'isi. Erkin muallim bizning guruhdagi bolalarning hammasini shundoq o'zining rayiga boqib, o'zining ismi Erkin bo'lgandek, Erkin qo'yib o'tib, qandan narsani yaxshi o'qiy olsa, shu alaylikni joriy qildirishga shunchalik sharoitlarni yaratib berganligiga hem bizga shunchalik kuyganligiga, bizning bo'lmagan yerlarimizni o'ngshab bizga o'g'itib, qig'iniga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Zuhragul aziz, sizga o'xshash omad tilayman. Sizning birdan bir ansiraydiganim, yana tamtirab qilishingizni ansirayman. Biz qilgan vaqtchilik e'tolgan bo'lsa yaxshi. Bizda yaxshi natijalar. Degan cho'qim aytsizlar. Shunga tirishinglar. Erkin muallim sahna imroyimni e'lon qilgandan keyin o'zimda bir xil bisim paydo bo'ldi. Chunki Abduxabar kasbiy jihatda tarbiya olgan, ondan ovozi nihoyatda mo'liq alayligiga bir naqshchi. Naqsh tanlash jihatdan bak qiynaldim. Erkin muallimga nurg'un naqshlarni ko'rsatdim. Hamda men bayqayamaydi ekanman, ba'zan o'zimdagi bor alayliklarni Erkin muallim bayqab, shu naqshlarni o'qisang buldika bir qadar deb menga yaqinda yordam bo'lib, shu naqsh tanlashimga eng cho'ng kuchi bilan qo'lladi. Men hozir sahnaga chiqmoqchi, o'zimdagi ovozimning alayligini barcha kuchim bilan joriy qildirib, chiqib bu naqshni yaxshi aytishga ishonchim komil. Men hozir sanaga chiqmoqchi, men sanaga chiqqandan keyin shu o'zim shu yaxshi o'qiydigan shu naqshamni taxmi yaxshi o'qib, undan keyin shuni ota-onamga, buni qo'llagan do'stlarimga, bo'lib Erkin muallimga sunsam deb o'ylayman. Urug' tuqqanlarga, do'st birodarlarga, jumladan xalqimizga o'zining ko'ngildagi ovozini yetkazishni chin dildan umid qilaman. Aldılar. 3 nafar ipekçimizniki bu cihetdeki bahasini, şundaqla tavsiyesini anlap qo'ygandan keyin oxirida o'xshashlar Erkin Abdulla efendimniki qaroriga quloq solsak. Abduxabar bu naqshida o'zininki ovozi bek ifodalanibdi. Zuhragul, siz mushu men ko'rgan sizning yishingizdagi qizlarning ichida Yevropa ovozlarining mushu go'zal ovoz deb qo'yamiz, mushu ovozni birlashtirgan, eng yaxshi o'zlashtirgan birdan bir qiz bo'lar. Men mush bahoni qo'yaman. Rahmat Yelisa xonim. Rahmat qizolar, sahnaga chiqqaningiz uchun sal jiqroq so'zlab qoldim. Shuning uchun mening tavsiyam Zuhragul. Zuhragulga oid chiroyli madad ilhomlar berildi. Xo'sh, shundaq yana davomli qolgan yetakchilarimizning tavsiyasini olib boqaylik. Navbatda men elimiz Erkinjonga tavsiya qilmoqchi bo'lgan naqshchining ismi Abduxabar. Undaqda Mahmud Sulayman efendim. Zuhragul sanımız. Saray Brayman'ınki üslubunu öğrenipsiz. Yani İtalya üslubu bilen pop üslubu. Bakma ha? Doğru. Yaxşı birleştiripsiz. Abduxabar Yevropadagi bir kofe içib oturduğum güzel eslettim. Kahve içip güzel menzerlik şeyler oltağın peki? Yaxşı. Abduxabar tanlay. Biz o'xshashda bizning 2 nafar mahirimizning yurak so'zlarini olib boqaylik. Sizlar agarda tanlanmay qolsa deganlarni o'ylab boqaman. Avval qizlardan kelsin. Men aqlimni bilsam-la shu naqshid asal yuribdim ish qilib. Shunga o'zimni qanday bor deb o'ylayman, naqshid alaylikin. Shunga endi shalinib ketsam bundan keyin mush kasbimni davomli joriy qildirib shu anglovchilarga yaqinlab har xil uslubdagi naqshlarni sunsam deb o'ylayman.
Ben musobaqalashayotganlar deb o'ylab chiqib boqmadim bu kamgacha sahnaga. Xo'sh, oxirida Erkin Abdulla efendim. Abduqadirga va Zuhraga ko'p rahmat. Eng oxirida ketni qisqartib aytay. Xo'sh, birodarlar, tayyor qilib ketgan bo'lsam, hozirgi tanlashim Çin Nuri Biyopen Teknikisi Sultan Zavut'u işlengen güzellik minin Çin güzel girim buyumları mahirlağa omad tilaydi. Bir yerde erkekler kuvvet içindeki samimi asker. Programımız hazırda başlanadı. Abduxabar. Mübarek olsun. Abduqadirning keyingi bosqichlarda texnik tirishchilik o'sishini umid qilamiz. Bo'ldi, Alloh xohlasa. Omad yor bo'lsin. Xo'sh, Zuhra oxirida sizning yana davomli bundan keyin ishlaringizda texnik to'liq bo'lishini tilash bilan birga, mana uchun undek yo'riq sahnalarda texnik nurliq cho'lpon yulduzga, Zuhra yulduzlarga aylanishingizga tilakdoshmiz. İşlaringiz to'liq bo'lsin. Ustozlar bilan ko'rishaylik. Hayatning o'zi bir keskin raqobat maydoni. Programımızda mı hayatdagiga o'xshash yana fursatlar. Zuhra Izizning go'zal ovozi davomli yangraydi. U aslida yoshlarga to'lilgan edi. Bundan növbətdə birodarlar sahnasida yana davomli bəygiga tushmoqchi bo'lgan, raqobatlashmoqchi bo'lgan ikki nafar mahirimiz bo'lsa, Naqshavandskari Mutallib Ahad bilan muzikant Muzaffar Mehmet qarşılaymiz. Birodarlar guruhi tanilgandan keyin xush bo'ldim, xursand bo'ldim. Men o'zim kichikimdan arzu qilgan bir ustozga erishdim. Bu jarayonda o'zim nurg'ulg'an, ularga tanlagan naqshamda qiyinchiliklarga yo'liqdim. Biz odatda telefonda, umidorda qarashib, ustozimga o'zim yo'liqqan, qiyin yerlarga yo'liqqan masalalarni dedim. Degandek Erkin ustozma intayin yaxshi bir takliflarni berdi. İkisini özü qo'yib berdim-chi sizlar, qanday naqshlar desam, ikkisi o'zaro maslahatlashib, biz bir yaxshi tan degan fikr kelibdi. Ustozim sahnimiz Mutallibjonni e'lon qilganda ko'nglimda bir xil andisha bo'ldi. Chunki Mutallibjon ko'p sahnaga chiqqan, bir pishqon naqshchi. Mening sahna hamroyim Muzaffar. Sahnadishimni men olg'a vaqtimda kimdir deb sal jiddiylashdim endi. Bizning shu sahna hamroyim bilan bir ko'rishib beqish, sirdish beqish mudoim bo'ldi. Oxiri ko'rishdim, boshqadan chiqib ketdik. Bo'lsa bir musobaqada yaxshi natija erishishni arzu qildim. Ustozimiz mashq qildirish jarayonida xizmat tufaylidan mashq qilinmadim. Shundoq bo'lsa-mu, ustozim Erkin Abdulla meni to'g'ri tushunib, Mutallibjon bilan tor orqali ko'rishib, ustozimning yordamida, Mutallibjonning yordamida Tojixon Tunisdagi naqshini yaxshi mashq qilib tayyor qildik. Sahnaga chiqqan chog'da tortinchoqlik qilmay, o'zini qo'yib berib, urug' tuqqanlarga, do'st birodarlarga, jumladan xalqimizga o'zining ko'ngildagi ovozini yetkazishni chin dilimdan o'tdi.
Mana bu haqiqiy sinoq, haqiqiy bayga, haqiqiy raqobat. Qarmoqqa Erkin efendim shunaqla bizning boshqa 3 nafar efendim xonimi puxodin chiqib ko'rib olganda qiladi. Hadi çıktı. Hadi çıktı. Takbir oldu. Takbir oldu. Mana Erkin efendim hodiq chiqdi degan bahoni bor. Yo'qsizlar birodarlar. Endi natija qanday bo'lishidan qat'iy nazar menimcha sizlarning hodiqlar chiqdi. Biroq biz oxirida yanla natijani anglab boqaylik. Men keskinlik aytib, ash bizning mahallik Ahmet Qarman bolasini tanlayman. Bu narsani bundan keyin ishga kishi e'tiqod qilib qo'yapsizmi aka? Gerçi şunda bo'lsinmi, men bu Erkin ilimga bir nomzod ko'rsatmasam bo'lmaydi. O'talib ilimga bir tal bilan. Noyidinoqqa hozir mutallibga 2 bilet tashlandi. Xo'sh, sahnamizning bir tal guli. İki aksinin bir tajxanını talaşqınını zarlı kömekkem cuma. Acayip talaş to'nglayman. Sizlar qaysi talish yengib oldigandek qildi. Mutalibcan. Xo'sh, navbat. Sizlar mustaknaga chiqishdan burun ideya jihatdan qanday tayyorliklarni qilgan? Yoki agarda tanlanmay qolsanglar, sizlarning kayfiyatinglar qanday bo'ladi? Shalinib ketib qolsangiz, ko'nglingiz yerim bo'ladi. Yo'q, mening ko'nglim yerim bo'lmadi. Chunki mushunaqchi aytiliblar biz ketmoqchi bo'lgan ishkilar. Bunun bir nima demakdir? Unda asaş yok. Unda qasanish yo'q. Bunun bir nima demakdir? Endi sizning Sultanlık kazanma, men tanlıq kazanma, biz bunu musabiqa emas. Biz bir keçilik, bir konsert ikimiz chiqib bugun bizni taklif qildi degan holatda shunday chiqqan. To'g'ri. Bu şey diyen aferin. bugungi natija qandaqli chiqishidan qat'iy nazar hammanglarningki qabul qila oladiganliklarini ishonaman. Erkin Abdulla efendim. Ben şu jarayonda o'zim his qildim. Sen Muzaffarning shundaqligi shaxsiyatsiz bo'lganlik bir ro'yi. Yaxshi bo'ldi. Mushu meni intayin ta'sirlantirdi. Intayin ta'sirlantirdi. Rahmat. Mutallibjon meniki degan yerimdan chiqdi vaqtim. Meniki o'ylaganimdan yaxshi. Hayırlık ayeti. Şuna meniki en ahirki kararım Mutallib Ahad bilen Muzaffar. Mübarek olsun! Mübarek olsun! Şuna ikrarlık görünen dostlar, Akmayda'daki tamaşılar öz grupsida mahirleri koşup geçiş aldı doğan Erkin Abdullah Efendim'in şu tarafı çıkargan kararı bizde hayran kaldırdı, hayacanlı saldı. Lekin biz yanla Erkin Abdullah Efendim'e minnettarlığımızı bildirimiz. Hem de bizden bu işki nefer mahirimizge ahmetler dileyimiz. Keyinki basıştı görüşeyle. Ustazlar bilen hoşlaşmayın ola. Mana buni an'ana bilan tamoyillikni birlashtirish deymiz. Yüksek hayajon, davr ritmi, ijodiy tasavvur, dadillik bilan yangilik yaratish natijasida bu isil kuy ro'yobga chiqdi. Hamda bu mahirlarning ikkisi o'ngishli qoldi tanlandi. Sizlarga muborak bo'lsin. Endi raqobatga tushilg'ini Ichandan kelgan Erkin Ibrohim bilan Urumchidan kelgan Ilyar Ahmad qarshi olamiz. İlyar bak tatınacak, micazını elip istakacağız, İbrahim tatınacak. Hiçbir yok bu yerde hem de sen de micaz bulup ne özgürtüp olmayı da aldırap. Nakşini tatınacak bile etip kaçak olmaydı da özümüzünü koyup etip koydu. Ben bu grupa kirgenden keyin Ustazım Erkin Abdullah nakşi yetiş cihette bana köp yardımlarını kıldı. Bulup bu menin kemçiliklerimni tuzitiş cihette nakşi yetiştikin nefes iliş, nakşini toluk orundaş cihetlerden bana köp yollarını görsetti. Sehna Emrahim, İlyar Ahmet bilen bir musabık görüşülüğünü anlap, birinçiden bek hayacanlandım. Yani birisi azırak ciddilik duygusu oldu. Lekin menimcha bo'lsa men o'zimga ishonchim bor, cho'qim yengib chiqaman. Ben hazır sahnaga chiqmoqchi, aytmoqchi bo'lgan shu naqshamni yaxshi o'rindashimga mening to'liq ishonchim bor.
Ben hazır sahne çıkmakçı, benim şuarım bolsa tırışqanlıklı adam herkes akıl kalmaydı. En ahırda İlyas rahmetli Erkin İbrahim Gumi. Yaxshi natija. Yaxshi natija, yaxshi. Amador bo'lgaymiz. Bo'lgay. Beçaramız horlasam bulma. Seni bugün belki koyaş küler ertege açıladı günler ertege. Savundım yaman bu azaplar koyar mı aman bu azaplar koyar mı aman g'amgin yürek. Sensiz ötken her bir gün mama buldu zulgı taşla birlikte. Ben seni kütken şu akşamlar azaplandım sarsan gayretten. Kaçan kimsen göz yaşım azap verimini. Kaçan bilsem yüreğimden bilsem bu cehanın gülsem kendisem eğer taktım tüger kimge tay bu dertlik halini. Azaptım küçer yıldızlar bu yıllar cennet niken bensiz hayat beni uzakta yaşay beni dağlar bin aşay kendin sencinim kendin benim en gülüm kendin sencinim kendin benim en gülüm. Növbətimdə bizniki Erkin Abdullah muallim ən axırki qararını çıxırışdan ilgiri biz oxşaşlan 3 nəfər yetakçimizniki bahalarını şundaqa tavsiyələrini anlap baxayıq. Nurnisa Abbas xanım. Tavsiye kıldığım İlyas. Mahmud Sulayman efendim. Erkin inimizga Moşu Cahangir'nin naqsini o'qay deb jur'at qilgani uchun bir bilet berdi. Ustazlarning tavsiyasiga ait aydan bo'lyapti. Abdullah efendim. Ben İlyas'ni Erkin Abdullah efendimning oxirgi qarorini anglashdan ilgari shu sahnani agarda ayrilib qolsanglar yuz beradigan ahvollarni bir so'zlab qo'ygan bo'lsanglar. Agar men shog'lanib qolsam, men bunga sabr qilmay, ondan yana o'ginaman. Agar tanlanib qolsam, men unga shukr qilmay, ondan yana o'ginaman.
Unaqa bo'lsa sizning uchun. Özümüzden kavunlu izlarımızı hem tomoshabinlarga, hem o'qituvchilarimizga sunib oldik. Ko'nglimizdagini ifoda qildik. Shu bizga yetdi. Rahmat. Oxirida Erkin Abdulla afandim sizningki so'zingizni olib baqsaq. Özümüzün buraderleri biz şu mezgilde özara düşünüş olduk, çoğunkur dostluk ortak olduk. Bu ketim Maslanınki nakşanlığa rahmet ettim. Biz qandaqla qaror xulosalangan bo'lishidan qat'iy nazar ustozimizdan tanishni hurmat qilamiz. Oxirida bizniki 2 nafar mahirimizga, jumladan barliq mahirlarimizga savrchanlikniki yor bo'lishini umid qilamiz. Mana shuningdek fazilatni o'zimiz yetildirsak, ishimizki bizning a'tidagi manzilimiz texmi go'zal bo'ladi. Oxirida barliq ishtirokchilarga qutlaymiz. Qani ustozlar bilan xo'shlashaylik. İlyar Ahmet bilen Erkin İbrahim'nin muşu basqıçlarga kelaliganligining o'zi yenish va muvaffaqiyatdir. Har qanday g'alaba bedel to'lash, tirishish va ba'zi mag'lubiyatlarga uchrashdan ayrilmaydi. Mag'lubiyat qalbining onasi degan gapmi bekorga chiqmadi. Sizlarni qalbi cho'qim marhaba deb kutib oladi. Rahmat sizlarga. Çin Nuri Biyopen Teknikisi Sultan Zavut'u işlengen güzellik menin Çin güzel girim buyumları mahirlarga omet dileydi. Buldu. Ekranınızı görmelen Ak Meydanı'ndaki tamaşalar növbette. Braderler sahnesinde raqabetlashmoqchi bo'lgan 2 nafar mahirimiz bo'lsa, Atishdan kelgan mahirlarimizdan Roza Hacı Abdurrahman bilan Nur Ali Aziz qarshilamiz. Men birodarlar guruhiga kirgandan keyin ustozim Erkazlarning yetakligida har xil ustiga naqshlarni yetishtirganda, buni xalq naqshlarni ko'proq yetatdi. Bu guruhga kirgandan keyin ammob naqshlarni har xil ustiga yetishni, nafasni zalli ishlarni o'rgandim. Shu munosabatda Erkazlar ustozga ko'p rahmat aytaman. Allah jahonni istesem İkisindeki yanılan avaz türküsü, alayliki, avaz darifcihattan bir-birisiga o'xshamaydi. Hamda har bir shaxsniki o'ziga xos avaz alayligi bo'ldi emasmi? Buradan sensiz kirib, meniki sandishimni e'lon qilgandan keyin menda ozroq jiddiylik bo'ldi dastlab. Keyin bu birodarim bilan bir necha qatim naqshlarni mashq qilib, ovoz qilish usullarimizni menda bilishgandan keyin hozir ancha jiddiylik yo'q mendimi. Shunga men cho'qim birodarimni yengish ishonchim bor. Meniki sandishim bo'lsa, Roza Abdurrahman yaxshi muzikat, yaxshi naqshchi, Rozaga yaxshi usullarni tilayman. Men hozir sahnaga chiqmoqchi. Meniki sandishim Nurli Aziz tayyor bo'lgan bo'lsa, sahnaga ko'rishaylik. Men hozir sahnaga chiqmoqchi. Rozaga tayyorlik bitgan bo'lsa, sahnaga ko'rishaylik. Şuna hazır Roza Hacı Abdurrahman bilen Nur Ali Aziz sahne çıkmakçı. İşkidanlarga hoş qamet yer bolsun. Azizane diyarım ziyaret kılgını keldim. Benim tanıgan makanımı
Onunda hem çüşümde Seviniş hicran ni armanım Onunda hem çüşümde Seviniş hicran ni armanım Armanım, armanım, armanım Sığıngan dost yarımı Ziyaret kılmaya geldim Ziyaret kılmaya geldim Sığıngan dost yarımı Ziyaret kılmaya geldim Ziyaret kılmaya geldim Orada ket bala tağım Kara Khan Kara Khan taktı bu kaşkar Tavaf bilen kadın Ziyaret kıldım
yetakchimizdagi tavsiyasini anglab boqaylik. Biz mayli tanlanayli, tanlanmayli, biz sizlarla davamlı sahnelerde, meşk meydanlarında davamlı birlikte jürelerimiz bunun işencim var. Rahmat ustoz. Nur Ali. Nur Ali, bugün ben şahsen sana 100 numara koydum. Rahmat ustoz. Hadi meyli Ruzacım olsun, meyli Nur Ali enim olsun. Ben de sizlerge naydı, bab kililgan birden icadi naqş qarzım var sizlerge. Bu da meyli qaysi vaqti olsun, ben çıkan sahnege meni olan birlik çıkışınlarını iltimas qilaman. Rahmat ustoz. Rahmat. Rahmat Abdullah efendim. Menimcha endi natija ancha muhim bo'lmay qoldi. Haqiqatan bakli yaxshi sovg'a oldi. Xo'sh, Abdullah efendim. Endi Nur Aliga bir tal belar. Yani sonunda bir tal belar qo'ydi. Rahmat ustoz. Mahmud Sulayman efendim. Nurli. Rahmat ustoz. Nurnisa Abbas xonim. Ro'zacim. Undaqda har biringlarniki ikki jumladan o'ylaganlaringlarni anglab beqishga qiziqyapmiz. Shu banada ustozim Erkin Abdulla efendimga ve başka ustazlığa chin yuragimda rahmatimni bildiraman. Rahmat. Xo'sh. Bugun men mana 4 ustozning gapini anglab men tanlangandek mana shu birinchi bo'lgandek shuna qo'shildim. Xo'sh, undaqda eng oxirida Erkin Abdulla efendim sizning qaroringiz qanday bo'ldi kim? Yani öldürüpler deysin kıza. Keyinki grupların işine beni bir amal bola. Şu programdaki rejissörler bilen öğrencilik bilen bir iltimas kılınan bir azraf bir nasihatleşsek. Şuna en ahırkı tanışım. Programımız hazırda başlanadı. İşkilisini aldım. Mübarek olsun! Ahırda sizlerinin barlıq işlərinlərinin tek mutluluq buluşuğa, bunun ilk sənət hayatınlarının, yolunlarının tek muhtarlar, səltənətlik, nurluq buluşuğa tiləkləşməz. Qulluq ustazlarına xoşlaşın alın. Özü işenç bağlıgan artuşoğlu Rozacı Abdurrahman bilen Nur Ali İziz birlikte Braderler sahnesinin keyinci basqıçığa qalbilik tanlan. Yolduruğla berketlik bolsun. Ekran altındaki görmeler, naq maydandaki tamaşaçılar, şundaqla bizden muhterem 4 nəfər yetekçimiz. Biz Erkin Abdullah efendimden təlbiğə asasen əstaydıl oylaşış ve keskin karar çıkarış neticesinde ahiri Erkin Abdullah efendimden Braderler grupsuğa yani bir san berişke koşuldu. Bırak. Bunun yanımızda bir şartı var. Erkin Abdullah efendim bizden keyinsen programımızda öz grupsundan tanlangan şu mayırlar içinden ikini tallap beygigi saldı. Hem de en ahırda şu beygigi düşken mayırların fakat ve fakat birini tallap kaldı. Çünkü bizden her bir ustazımızdan kılıdık san fakat ve fakat sonaldı. Bulmağa çağda bizden bu basıçımızı yine devamlaştırışta ilavesiz kalmaz. Eğer de bunu koşulsanız müsabakımızdan devamlaştırayız. Rahmet. Budur. Bundakta ekran altındaki görmeler. En ahırda sahnimizge çıkıdığını Aksu'dan kelgen mahirimiz Mevlancan Muhammed bilen Turpan'dan kelgen mahirimiz Nuriman Mahmud karşılamız. Mevlancan Muhammed bilen Nuriman Mahmud sahnemray oldu. Bu ikisinden usta birisiga qat'iy o'xshamaydi. Mevlancan o'zi muzika qildi, o'zining gruppasi va gitarni yaxshi chaldi. Maqtim bir turkcha naqsha o'rinmoqchi. Ovozniki o'zgacha alaylik va inchga, mung'va. Shunga maqtim shu mungni texmi mung qilib, shu bizning birodarlar guruhidan munglamaylik bu naqshni. Tomoshabinlarni shu munglarni o'zaro olg'ay. Birodarlar sahnasiga tanlangandan keyin intayin xursand bo'ldim. Chunki men musobaqaga qatnashishdan burun Erkin Abdullah ustozning guruhiga kirishni orzu qilardim. Erkin Abdullah ustoz bizga nihoyatda og'ir besiqlik bilan kamtarlik bilan nurg'un bilimlarni o'rgatdi.
I don't know what you do, but you do it well. Nuriman Mahmud İngiliz o'qituvchisi, İngiliz tilini yaxshi. Birinchi qismidami İngilizcha naqsh aytgan, bu qitim yana İngilizcha naqshga tayyorlik qilibdi. Intayin fıraqlari kuchli, o'zgacha. Mening bu qitimqi sahna hamroyim Mevlancan Mehmet. Menimcha Mevlancan Mehmet o'zi ham musiqa chala oladi, ham naqsh ijod qila oladi. Men uchun bek kuchli mayr deb qarayman, lekin shu mayrni mening bilan sahna hamroh tanlaganligi uchun o'zimni kuchliga ishonaman va shuning qarta g'alaba qilishga tirishaman. Bu qatimki musobaqada mayli qaysimiz yengib chiqaylik men uchun baribir, chunki musobaqa bo'lgan ekan, amin bir odamniki chalinib ketishi normal ahvol. Mening raqibim navoda musobaqada yengib qolsa, men uning boshdan oxir musobaqada yaxshi natijalarni qo'lga keltirib, oxirida chempionlikni qo'lga keltirishini umid qilaman. Men hozir sahnaga chiqmoqchi. Mevlancan Mehmet tayyorlig'ingiz bitdimi? Endi sahnaga ko'rsaylik. Men hozir sahnaga chiqmoqchi. Nuriman Mahmud, siz tayyor bo'ldingizmi? Shunga Mevlancan Muhammad bilan Nuriman Mahmud ishqanlarimi yaxshi natija tilayman. Yaxshi natija tilayman. La 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 la. Xo'sh, hurmatli mehmonlar, muhtaram yetakchilar. Biz yuqorida Mevlan bilan Nurimanninki o'zgacha mahoratidan bahrlandik. Hamda sizlarniki tavsiya qilish, shundaqla xulosa chiqarish bosqichlarga yetib keldik. Erkinjonga Nurimanni ko'stiman. Nurisa Abbas xonim. Nurimanga bir bilet. Xo'sh, shundaqda Mahmud Sulaymon efendim. Mevlanca yanımızda rağbet ulaş için tırışıp da sırayla maçlarında. Mevlanca yanıma bir bilet. Rahmat Mahmud Sulaymon muallim. Ishqillar, o'zinglarning shu topdagi hissiyotinglarni so'zlab bergan bo'lsanglar, avval sizlarning kelsin. Men bek o'shdim mushu bosqichga. Lekin amal yo'q dishim gap qoldi. Erkin ma'lumning biz uchun bir bilet alqitaginiga rahmat jabazakdan olib. Mayli kim dallarimiz o'xshash ishkimiz burundilla ağacı inidek bo'lib qolgan. Burundan aloqasi yo'q. Kim dallar o'xshash qo'yibdilar. Mening deydiganim bo'lsa, endi men uchun aytganda bu sahnada raqib yo'q. Faqatla do'stim bor, qarindishim bor. Undaqda, eng oxirida Erkin Abdulla efendimning qarori tanlash qanday bo'ldi ekan? Birodarlar, naqsh kechkini vaqtincha oxirlashtirsak, men bilan davomliq billahi yiroq safarga chiqmoqchi bo'lgan birodarim Nuriman. Muborak bo'lsin. Nuriman, muborak bo'lsin. Oxirida chiqqanlar sizga yar bo'lsin. Hozir shu taqdir Nurimanning hayajonli ko'z yoshlari to'kayotdi. Undaqda bizning ustozlar bilan ko'rishgaч. Nuriman Mahmud hissiyotli ovozi bilan bizni ta'sirlantirgan bo'lsa, Mevlan Muhammadmu yigitlarga xos ovozi bilan ko'pchilikni qoyil qildi. Mardni maydonda sina degan shuda Mevlanjonning jasoratiga opirin.
Birodarlar gruppasidagi raqobat mishada oyoqlashdi. Biz keyingi programmamizda Mahmud Sulayman apandimning rivoyat gruppasidagi keskin raqobatni ko'rishga taqozo. Undaqda keyingi programmamizni ko'rishni hargiz qo'ldan berib qo'ymaysizlar. Men Nijat ko'rishga omon bo'linglar.